Injil, ya'ni muqaddas kitob o'zgartirilgan. Musulmon do'stlarimizdan bu gapni ko'p eshitamiz va yuzaga qaraganda bu hikoya mantiqli ko'rinadi. Xudo Tavrotni yahudiylarga berdi, keyin Iso Masihni yubordi. Yahudiylar uni rad etdilar, shuning uchun hukmga uchradilar. Keyin masihiylar Isoni ilohiy darajaga ko'tardilar va tenglashtirdilar. Shu sabab Xudo sof tavhidni tiklash uchun oxirgi payg'ambarni yubordi. Bu mantiqli ko'rinadi, lekin bu haqiqatan ham mantiqlimi va tarixiy jihatdan mantiqlimi? Aynan shuni tekshirishga qaror qildik. Asosiy savol: biz bu kitoblarni bir muhim savolni tushunish uchun taqqosladik. Ularning ortida bitta muallif bormi? Vahiyning yagona zanjiri bormi? Yoki hikoya markaziy nuqtaga yetganda bir-biriga zid keladimi? Tavrot va muqaddas kitob birligi. Bunga javob berish uchun avval shu savolni berish kerak. Tavrot va muqaddas kitobni bitta uzluksiz hikoyaga aylantirgan narsa nima? Yangi ahd birdan paydo bo'lmagan. U Isroil tarixini davom ettiradi, bashoratlarni amalga oshiradi, ahd tizimini saqlaydi, Xudo haqidagi bir xil qarashni olib boradi, bir xil muammoni ochib beradi, gunoh va qurbonlik tizimini davom ettiradi. Bu yerda aniq ilohiy va mantiqiy uzviylik bor. Gunoh va qurbonlik yo'li ibtidodan boshlab bir mavzu doimiy qoladi. Gunoh insoniyatni Xudodan ajratadi. Gunohning jazosi o'limdir. Qon to'kilmasdan kechirim yo'q. O'rinbosar qurbonlik talab qilinadi. Mukammal qo'zi kerak. Keyin muqaddas kitob shunday deydi: mana Xudoning qo'zisi. Bu yangi tushuncha emas. Bu avvaldan boshlangan yo'lning to'liq amalga oshirilishidir. Bekor qilish emas, bajarish. Iso Masih aytadi: men Tavrotni yoki payg'ambarlarni bekor qilish uchun emas, balki bajarish uchun keldim. Bu juda muhim. Muqaddas kitob Tavrotni inkor qilmaydi. U uning ma'nosini to'ldiradi, lekin Islom bu hikoyaga boshqacha yondashadi. U muqaddas kitobdagi voqealar zanjirini davom ettirmaydi, balki uning asosiy qismlarini qayta talqin qiladi. Markaziy buzilish, farq aynan shu yerda tuzilmaviy bo'lib qoladi. Qur'on muqaddas kitobdagi shaxslarni qabul qiladi: Muso, Ibrohim, Davud, Maryam, Iso Masih, lekin ularning hikoyasidagi ilohiyat markazini o'zgartiradi. Muqaddas kitobda hamma narsa qochga olib boradi. Ilohiyat markazi o'rnida qurbonlik zarur, najot o'rinbosarlik orqali keladi. Qur'onda esa qochga mixlanish inkor qilinadi. Iso Masih qurbonligi markaziy emas, najot asosan amallar va rahmat orqali ko'riladi. Bu kichik farq emas, bu butun hikoyaga tuzilmasiga o'zgartirishdir. Matniy paradoks. Qur'on bir necha bor shunday deydi: Tavrot Xudodan hidoyatdir, muqaddas kitob nurdir. Xudoning kalomi hech kim buzilolmaydi. Ammo shu bilan birga u inkor qiladi qochga mixlanishni, Iso Masih qurbonligini, Iso Masihning o'g'illigi haqidagi haqiqatni, yangi ahdni, Masihning najot beruvchi o'limini. Bu jiddiy savol tug'diradi. Agar avvalgi kitoblarda haqiqatdan Xudodan bo'lsa, nega ularning markaziy xabari qayta talqin qilinadi? Va agar ularda buzilgan bo'lsa, asl va buzilmagan muqobil muqaddas kitobning qo'lyozmasi dalillari qayerda? Matniy tarixi. Bu yerda tarixiy dalillar juda muhim. Bizda mavjud minglab yangi ahd qo'lyozmalari, ilk jamoat otalarining yozuvlari, 2-3 asrga oid masihiy hujjatlar, turli hududlardagi ilk tarjimalar, juda kuchli matniy moslik. Bu manbalar bir narsani bir ovozdan ko'rsatadi: qochga mixlanishga ishonch, tirilish haqidagi ishonch, Iso Masihning najot beruvchi o'limiga ishonch. Va bularning hammasi 7-asrdan ancha oldin mavjud bo'lgan. Shunday ekan, asl xabar butunlay o'zgartirilgan degan da'vo tarixiy, mantiqiy dalillarga ega emas. Rivojlanish va qayta yozish. Muqaddas kitobni vahiy bosqichma-bosqich ochiladi. Va'da ibodatda, bashorat payg'ambarlarda, bajarilish muqaddas kitobda. Bu yagona ochilib borilayotgan hikoyatdir. As-soyadan haqiqatga, va'da bajarilish. Lekin Qur'oniy tizim bu yo'nalish o'zgaradi. Avvalgi payg'ambarlar bajarilmaydi. Ular go'yoki tuziladi. Bu esa qiyin bir savolni tug'diradi. Qanday qilib Xudoning markaziy rejasi oldingi deyarli barcha avlodlar tomonidan noto'g'ri tushuntirilgan bo'lishi mumkin? Ajralishning markaziy Masih. Oxir oqibat hamma narsa bitta shaxs atrofida aylanadi: Iso Masih. Muqaddas kitob u tarixning markazi, bashoratlarning bajarilishi,
kalomning ta'naga aylangani, Xudoning qo'zisi, najotkor, tirilgan Rabbiy. Qur'onda esa u ulug'langan payg'ambar, mo'jizaviy tug'ilish, Iso Masih, Xudodan bo'lgan kalom, undan bo'lgan ruh. Lekin asosiy voqealar olib tashlangan. Xochga mixlanish yo'q, tirilish yo'q, ilohiylik yo'q, o'lim ustidan g'alaba yo'q. Demak, unvonlar saqlanib qoladi, lekin ularning ma'nosi tubdan o'zgartiriladi. Yakuniy tahlil shuni ko'rsatadiki, xo'sh, aslida nimani ko'ryapmiz? Bu butunlay aloqasiz an'analar emas. Qur'on aniq muqaddas kitobga tayangan. U payg'ambarlarni oladi, voqealarni oladi, axloqiy tilni oladi, ilohiy tushunchalarni oladi, lekin shu bilan birga u butun tizimni birlashtirib turgan markaziy ma'noni o'zgartiradi. Shunday ekan, biz kuchli ziddiyatga duch kelamiz. Qur'on muqaddas kitobdagi hikoya shu qadar bog'liqki, undan butunlay mustaqil bo'la olmaydi. Ammo uning markaziy xabariga shu qadar zidki, to'g'ridan to'g'ri davomchisi ham deb bo'lmaydi. Va bu chuqur matniy hamda ilohiy uzilish hosil qiladi. Chunki muqaddas kitobda hamma narsa bitta yo'nalishga harakat qiladi, Iso Masihdagi bajarilish tomon. Ammo Qur'onda bu yo'nalish aynan markazida buzilib qoladi. Yakuniy xulosa: Tavrot yaratilish bilan boshlanadi. U gunohni Xudodan ruhiy ajralish deb ta'riflaydi. U gunohning oqibati o'lim ekanini e'lon qiladi. U ilohiy yo'l sifatida qurbonlikni o'rnatadi va kelajakdagi Iso Masihga ishora qiladi. Muqaddas kitob bu bashoratni tasdiqlaydi va ularning Iso Masihda bajarilishini e'lon qiladi. Keyin Qur'on boshqa bir tizimni taqdim etadi. Gunoh asosan xato sifatida ko'riladi. Najot asosan tavba va amallar orqali tushuntiriladi. Qurbonlik va ilohiy markaziy o'rnida emas. Shunday qilib, oldimizda tubdan farqli ikki tizim qoladi. Ikki hikoya, bir xil shaxslar, bir xil ilohiy manba da'vosi. Ammo qarama-qarshi ilohiy asoslar va bu jiddiy savolni tug'diradi. Agar ikki xabar eng markaziy nuqtalarda bir-biriga zid bo'lsa, ular haqiqatan ham bir-biriga bog'liq ekanligini tushunish mumkinmi? Bu savolga biz hech kim uchun javob bera olmaymiz. Lekin bu har bir haqiqat izlovchi shaxsan o'zi o'qishi kerak bo'lgan savoldir. Biz bahslashish uchun bu yerda emasmiz. Biz tekshirish uchun shu yerdamiz. Kitobni o'qing, hikoyalarni solishtiring, qo'lyozmalarni o'rganing va xolis savollar bering. Chunki haqiqat tekshiruvdan qo'rqmaydi. Ko'proq videolar uchun obuna bo'ling.